Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizda hamda oldiga navesi bilan chiroyli qilib o'rnatib oldik. Bu darvozamiz Andijon viloyati Bo'ston tumani Navoiy qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. Navesi bilan oldiga 3,5 metrli navesi bilan juda chiroyli holda o'rnadi darvozamiz. Navesimiz ko'rinishlari. Navesimiz 3,5 ga 3,5, eniga 3,5, oldiga ham 3,5 bo'lib chiqdi. Bu darvozamiz navesimiz 1 kvadrati 500 ming so'mdan olib kelib qo'yildi. Darvozamizga keladigan bo'lsak, darvozamiz eniga 3,15, bo'yiga 3,90 razmerga o'rnadi. Bu darvozamiz o'sha summasi 1 kvadrat metr 870 ming so'mdan 10 million 700 ming so'mga olib kelib o'rnatildi. Darvozamiz o'zi navesimiz 5,5 million so'm navesi bo'ldi. 3,5 ga 3,5 ko'rinishda. Darvozamiz materiallariga kelsak, materiallari stoykalari kurgovoy 10lik shiviller bo'ldi, 10 ga 5 shiviller. Profillari 6 ga 4, 1,5lik stenada, listlari 2lik listda bo'ldi. Juda chiroyli, ko'rkam holda o'rnadi. Darvozamiz zamoklar har doim o'rnatadigan shu zubur zamok. 5 ta kalitli. Orqa holatlari, orqalari ham tekis, plotniy holda, juda chiroyli holda o'rnadi. Zatorlar, senter zator. Darvozamiz xohlagan joyga hurmatli aka-ukalar, kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Kimga shunday darvoza, naveslar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.